Samsung deydi-ku. Samsung telefonlarining ichida ikkita zo'r brend bittasi bo'lsa ham, mana bu asallarning ichida zo'r brendidan bittasi, ya'ni Asalari inidek. Haqiqatdan juda zo'r, toza 100% naturalniy asal hisoblanadi. Asal o'zini yeganingizdan ko'ra ko'proq foyda, chunki buning ichida propolis bor. Propolis, ya'ni immunitetni yaxshilaydi, yurak qon tomirlari faoliyatini ham yaxshilaydi, nafas olish faoliyatini ham yo'llarini yaxshi qilib beradi. Tish milklarga ham hattoki juda ham foydali. Energiya beradi, ovqat hazm qilish faoliyatini yaxshilaydi. Propolis, yana aytaman, yallig'lanish va mikroblarni yo'qotadi, juda ham foydali. Faqat buni ikkita odam allergiyasi borlar va qandli diabet kasalligi borlar, sahrlar kamroq miqdorda iste'mol qilish kerak bo'ladi. O'zi aslida hammamiz ham o'z me'yorida iste'mol qilsak juda ham foydali.